Men ham sizni nastroyka qilishni o'rgataman hozir mana sizlarga. Bu yoquvchi degan pitaniyani uzib bo'ladigan kulchatirimiz. Nastroykaga kirish. Kirishdan oldin mana gradus turibdi, tepadagi bu ko'radigan gradus, buni o'zimiz qo'ygan gradus. Buni hozir 50 ga qo'yib olamiz. 50 ga qo'ydik gradusda. Shu yerdan ko'tarib tushiraverasiz nastroykaga kirishdan oldin. Nastroykaga mana kirish bunday bo'ladi. Y1 ko'mirni surish vaqti 40 sekundga qo'yapman, bu yerdan ko'tarib tashlatsa bo'ladi. 40 sekund o'zi yetadi, maksimal shu hozir yaxshi ishlaydi shunda. Ikkinchi o'sha 40 sekund tashlagan ko'mirni yonish vaqti bu. Buni ham shu yerdan o'zgartirsa bo'ladi. Bizda 10 turibdi, chunki ko'mirimizni tezroq chiqarib olish uchun 10 sekundga tushirganmiz buni. Aslida buni ham 600-700 ga qo'yiladi. 10 minut sekundda hisoblanadi-da, 10 minutga to'g'rilab qo'yilaveradi. 600 bilan 700 oralig'ida to'g'rilab qo'ysa bo'laveradi. Ikkinchisi bu ko'mirni yonish vaqtini nazorat qiladi. Uchinchisi ventilyator, havoni kuchaytirib pasaytiradi bunda. Bunda 40 bilan 50 o'rtasida tursa bo'laveradi. To'rtinchisi 3 ta 0 bo'lishi kerak, постоянный. Beshinchisi 3 ta 9 bo'ladi, постоянный настройкада. Oltinchisi ham 3 ta 0. 7-ga funksiyaga kelsak, oktyabrdan keyin borgan katyorlardagi 7-002 bo'ladi. Oktyabrdan oldin borganlarki, shu 7-funksiya 010 bo'lishi kerak. Oktyabrdan oldin borganlarki 010. Oktyabr oyiga o'tib ketganlarki 002. Shu 7-funksiya shunga ahamiyat beriladi shunga. 8 kerak emas, 9 kerak emas, 10-chi 1.5, 01.5. Постоянный shu настройкада qoladi. O'zgartirish bu mashinada bunday o'zgartirib qo'yilaveradi. 11-chi 007. Bu shiningda orqaga qaytish sekund. Bu ham mana shu holat yetadi, o'zgartirish kerak emas. Agar kimdadir bo'lmagan bo'lsa, shunga qarab to'g'rilanaveradi. 12.001 har doim nastroykada shu holatda qoladi. Mana nastroykamiz oxiri 12-chiga yetib keldik. Endi nastroykani birinchiga o'tamiz. Birinchi o'sha ko'mirni surish vaqti dedim 40 sekund. Ikkinchisi shu yonish vaqti bizda 10 sekund, 12 sekundda turibdi. Ko'mirni tezroq chiqarish uchun bunga qo'yganmiz. Aslida buni biz 600 ga ko'tarishimiz kerak. Pil usti bosib tursak, ketib ko'tariladi. Nastroykamizni ikkinchi funksiyani mana 600 ga qo'yib oldik. Agar ko'mirimizda kaloriyasi kuchli bo'lsa, bu 600 ga yana qo'shilaveradi vaqtini. 700 ga qaratib ko'taraverasiz. Ko'mir yonmasdan to'kilib ketadigan bo'lsa, ikkinchi funksiyadagi raqamga qo'shaverasiz. Ko'mirning kaloriyasi kuchli bo'lsa. Ikkinchisi bu yonish vaqti, ko'mirning yonishini regulatsiya qiladigan vaqt. Uchinchisi ventilyatorni ko'tarib tushirish. Nastroykamiz bizga tayyor. Endi buni saqlanib qilish, yashil knopkani 2 marta bosamiz, ishga tushadi. Yo'limiz уже robota yonda, ventilyator ishlab turibdi. Endi mana ko'mirni suradigan vaqtimiz hali yetkiga yo'q. Chunki biz maytdagi ikkinchi funksiyaga kirdikda mana uni qo'yib qo'yganmiz 600 ga. Bu 600 sekund tugagandan keyin mana shu dvigatelimiz yonadi. O'shanda keyin ko'mir suradi. Ventilyator yoniq, robota yoniq. Endi buni o'chirish, bitta bosamiz, o'chirib, katyorni tozalab bo'lgandan keyin yana yoqsak bo'laveradi. O'sha keyingi ishlarimizga shu knopka kerak bo'ladi. Yana yonish shu.